Diqqat qiling, aholiga tezkor xabar. O'zgidromet markazi 4-dan 11-martgacha ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 4 va 10-martda ayrim joylarda yomg'ir va qor yog'adi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 4, 6 va 10, 11-martda 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq. 7, 9-martda 0, 5 daraja iliq. Kunduzi 4-martda 5, 10 daraja iliq bo'ladi. 5-dan 7-martgacha 10, 15 daraja iliqqacha ko'tariladi. 8-dan 11-martgacha esa 3, 8 daraja iliq pasayadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 4-dan 6-martgacha hamda 10-martda ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2-7 darajalik, kunduzi 4-martda 5-10 darajalik bo'ladi. 5-dan 8-martgacha 15-20 darajalik iliqqacha ko'tariladi. 9-dan 11-martgacha 10-15 darajalik bo'ladi. Navoiy viloyati shimolida kechasi 4, 5, 6 va 10, 11-martda 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq. 7-dan 9-martgacha 0, 5 daraja iliq. Kunduzi 4-martda 5, 10 daraja iliq. 5-dan 7-martgacha 10, 15 daraja iliq. 8-dan 11-martgacha esa 3, 8 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 4-dan 7-martgacha hamda 10-martda yomg'ir yog'adi. 8, 9 va 11-martda yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 4-dan 10-martgacha 3-8 darajalik, 11-martda 2-7 darajalik, kunduzi 4-martda 10-15 darajalik, 5-martda 7-12 darajalik bo'ladi. 6-dan 8-martgacha 15-20 darajaliqqacha ko'tariladi. 9, 10, 11-martda 10-15 darajalik pasayadi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 4-dan 6-martgacha va 10-martda ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 5-10 darajalik, kunduzi 4-dan 5-martgacha 10-15 darajalik bo'ladi. 6-dan 8-martgacha 20-25 daraja iliqqacha ko'tariladi. 9, 10, 11-martda 13-18 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Shamol g'arbdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 4-dan 10-martgacha 3-8 darajalik, 11-martda 2-7 darajalik, kunduzi 4-martda 10-15 darajalik, 5-martda 7-12 darajalik bo'ladi. 6, 7 va 8-martda 13-18 daraja iliq bo'ladi. 10, 11-martda 10-15 darajalik bo'ladi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.